Butsi tanlashda ko'pchilik adashadi. Bizda atirgul variantidan sizlarga butsilarning farqini hozir aytib o'tamiz. Hop. A kopiya, B kopiya, C kopiya, D kopiya. Shunga o'xshash har bir kopiyalari bor. Bular albatta bizdagilar original Adidas emas. Bular faqatgina kopiya bo'lishi mumkin. Bu narsamiz A kopiya bo'ladi va bu jarohatni oldini oladi. Mana ichlari tikilgan va chidami juda ham yuqori bo'ladi. Tag yelvi bo'ladi, yumshoq. Hop. B kopiyasi. Bu Nike atirgul varianti. Buni oyog'i 50 larga moslab chiqarilgan. Bu B kopiya bo'ladi. Tagi ozgina nariginga nisbatan qattiqroq bo'ladi va ust qismi bunga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Hop. Lyuks kopiya demasligimiz kerak-da. Tut qo'yib yuboring shunday. Xullas, bunimiz sifati juda ham yuqori darajada bo'ladi. Tagi gelevi, o'rta qismlari yumshoq, ichlari tikilgan va buni qisib turish darajasi ham yuqori bo'ladi. Ipli bo'lganligini hisobiga. Ammo bu narsamiz oxirgi darajada hozir ko'pchilik shunda adashib olib qo'yib turgan va arzon variant xohlayib turganlar uchun buni ham uchi tikilgan bo'ladi. Nimaga? Chunki buni tagi oddiy quyma bo'ladi, qattiq varianti bo'ladi. Ichlari tikilgan bo'lmaydi bu narsa. Tagi podolish qismi va o'rta qismi bitta oddiy quyma podolish. Sifatli va ishonchli Butsi sarakanoshiga kerak bo'ladigan bo'lsa, Butsi shopga murojaat qiling va obuna bo'lib, like bosishni ham unutmang. Hammaga rahmat.